Ko'chadagi 1 kilo kepsini puliga uyda naqd 3 kilo, ya'ni 1 tog'ora qilinishini bilarmidingiz? Ko'chada menimcha bunaqa chiroyli kepsini topolmasangiz ham kerak, retseptini yozib oling. Kepsi uchun halol sertifikatga ega jo'ja brendining tovuq qanotchalarini tirnog'idan mahrum qilib ikkiga bo'lib olamiz. Lahm joyidan foydalansangiz, xuddi shunaqa qilib uzun-uzun qilib kesib olamiz. Katta tog'oraga solib, tuz, ziravor, soya qo'shib qo'limizda yaxshilab aralashtiramiz. Nimani qachon, qayerda, qanchadan solganimni opisiyaga yozib qo'yaman. Endi klarni tayyorlaymiz. Eslab qoling, 1 kilo unga 1 piyola kukuruznik kraxmal qo'shdim. Tuz, murch, paprika solish ham esdan chiqmasin. Tayyor panirovkali unni 3dan 1 qismini alohida idishga solib 3-4 ta tuxum chaqib, 1 kosa suvni ozgina-ozginadan qo'yib vinchikda yaxshilab aralashtiramiz. E'tiborli bo'ling, klyariz suyuq ham, quyuq ham bo'lib qolmasin. Tovuqchani botirganingizda shunaqa ustida turib bersin. Endi qanotchalarni klyarga botirib, unga yaxshilab belab, o'rtacha qizib turgan yog'da 7-8 daqiqadan qovurib olamiz. Eslatib o'taman, kepsini yog'ga solganingizdan keyin sirazi kovlamay ustidagi uzvorlari to'kilib ketishi mumkin. Sal qotib keyin orasini ozgina ochib qo'ysangiz yetadi. Endi pochchamdan 400 ming pulni olib 100 ming rasxod qilib kepsini o'zingiz pishirib, tillalaringizni taqib mazza qilib to'yga boring. Video yoqmagan bo'lsa like bosib, yaqinlaringizga ham yuborib qo'ying.